mavsumni rejalariga keladigan bo'lsak, jamoa 5-yanvardan 15-fevralga qadar o'sha Antaliya shahrida o'quv yig'i mashg'ulotlarini o'tkazadi va bu yerda bir nechta o'rtoqlik uchrashuvlar rejalashtirilgan. Albatta, o'sha yangi mavsumga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rish nazarda ko'zda tutilgan. Vodiy derbilari o'zi doimiy ravishda yuqori darajada o'tgan, o'yinlarda intriga doim baland bo'lgan. Keyingi mavsumda bu narsa 2 barobar yuqori bo'lishini ko'zda tutilyapti. Lekin Neftchi jamoasini o'zini o'sha mavsum uchun tayyorlaydigan rejalari bor. Hech qaysi jamoadan qo'rqmaymiz va umid qilamizki, o'sha barcha vodiy derbilarida ham, undan tashqari qolgan uchrashuvlarda ham chiroyli g'alabalarga erishib, muxlislarimizni xursand qilamiz. Mana jamoa o'zagi saqlab qolinyapti. Jamoa tarkibida unday katta o'zgarishlar qilmaymiz, chunki shakllangan jamoa bu futbolchilarga ishonch bildiramiz va shularni zamirida, shularning yonida yosh futbolchilarni asta-sekinlik bilan tarbiyalashga katta e'tibor qaratamiz. Sxemalar o'zgarishi mumkin. Masalan, bitta o'yin davomida jamoa 5-3-2 yoki 4-3-3 yoki 4-4-2 bu hozirgi zamonaviy futbolda doimiy ravishda o'yin holatida sxema o'zgarib boradi. Lekin eng muhimi o'sha g'oya, klubning falsafasi, klubning tanlagan yo'li, murabbiyning g'oyasi bu o'zgarmasligi kerak. Mana matbuot anjumani boshida ham aytib o'tdim. Harakat qilamiz hujumkor futbolni targ'ib qilishga. Bu yerda professional futbolchilar bor. Ular istalgan sxemada, istalgan taktikada o'ynay olishadi. O'ylaymanki, ular bilan bu muammo bo'lmaydi.